Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Funded Trader kanali. Bugun Funded Next'dan pul yetish jarayonini ko'rib chiqamiz. Videoni ko'rishdan oldin bitta ma'lumot aytib o'taman. Bizda Telegram kanalimiz bor. Telegram kanal linki video описаниесida bo'ladi. Shu videoda tushunmay qolganlar yoki pul yetishda muammo bo'ladigan yoki pul yetishni bilmaydiganlar bo'lsa, bemalol shu Telegramdan o'tib yozsanglar yordam berib olinadi qo'ldan kelguncha. Kanal linki описаниеda bo'ladi. Bo'lmasa videoni boshladik. Silverlight 2 bosqichli akkaunt 5 ga funded shot. Pul yetish jarayonini ko'rib chiqamiz. Birinchi biz dashbordga kirib olamiz. Ya'ni statistika jarayoni dashbordda turadi. Shu joyda biz ko'rib olamiz. Birinchi kiramiz. Bu joyda 5 ga akkaunt pul yetish vaqti kelgandan so'ng avtomatik ravishda yechib olinadi. Shu sabab qilgan foydamni yechib olgan. Chap tarafda payout bo'limiga bosib bu joyda mana ko'rishingiz mumkin. $118, ya'ni 5 ga shotga bu 2% hisoblanadi. Bu joyda pending amount, distribution amount bu yechib olingan miqdor, bu distribution amount. Hozir pul yetish jarayoni faqat $118 ga amalga oshadi. Pul yetish vaqti kelgandan so'ng avtomatik ravishda shotingizdan chiqarib oladi bu pulni. Bu pul turning cash flow xuddi shu joyda turadi. Qaysi sanada yechib olinganini pastroqda ko'rishimiz mumkin. Bu joydan pastga tushsanglar hozir pastroqda datasini ko'rsatib turadi. 18-sanada yechib olingan. Save the account. Biz Rise USDT USDC degan metodlarga pul yechib olsanglar bo'ladi. Tepada o'ng tarafda turibdi. Mana Rise USDT USDC. Shunaqa metodlarga yechib olsanglar bo'ladi. Bizga Binance kerak bo'ladi. Binancedan akkaunt ochishinglar kerak bo'ladi. Agar Binance hech kim bilmaydiganlar bo'lsa, YouTube'da qidirib topsanglar, vobshe ko'p Binance haqida videolar. Biz payout requestga bosib olamiz birinchi. Keyin bu joyda bizga qaysi metodda pul yechasan deb so'raydi. Birinchi belgilab olamiz akkauntimizni. Submit, ya'ni next bosamiz. Pastda belgilab olingandan so'ng keyin bizdan so'raydi qaysi metodda pul yechasan deb. Bizga eng qulayi USDT, o'shaning uchun USDT ni tanlaymiz. Bu joyda USDC va Rise platformalari bor. Rise'da men ishlatmaganman. Shu sabab eng qulayi USDT TRK20, ya'ni USDT Tron belgilaymiz va submit ni bosamiz. So'ng choose network. Bizga TRK20 kerak. TRK20 ni belgilaymiz va men hozir Binance'da qanaqa qilib TRK20 adresi olishni o'rgataman. Shu adresni olgandan so'ng Binance'ga kirib USDT TRK20 adresini olgandan so'ng shu joyga USDT adres degan joyiga kopировать qilib qo'yasiz va pastda submit deganni bosasiz va pul yechish tasdiqlanadi. Bo'lmasa USDT TRK20 adres qanaqa qilib olishni o'rgataman. TRK20 vobshe kam komissiya oladi. Shu sabab TRK20 da pul yechishni amalga oshiramiz. Bo'lmasa biz hozir Binance'ga kirib olamiz. Binance account verify qilib olasiz birinchi pasport orqali. Binance accountda bu joyda o'ng burchada o'rtada depozit bo'limi turadi. Shu depozit bo'limiga bosasiz va depozit kriptoga bosasiz. Undan keyin bizga USDT kerak. USDT ni tanlaysiz, qaysi coin deyapti. O'ng burchada search ga bosib qidirsanglar bo'ladi. O'zi birinchida chiqadi. USDT ni bosasiz. So'ng bizga network tanlang deydi. USDT ni bosganingizdan so'ng network bizga TRK20 kerak. Bu joyda BEP20 bor, TRX bor, bizga Tron TRK20. 1 minut ichida amalga oshadi hamma narsa. Ya'ni o'tkazmalar 1 minut ichida amalga oshadi. Bu joyda BEP20 network ham bor. Bizga TRK20 kerak. Va shu joyda TRK20 ni tanlaylik. USDT TRK20. Bu joyda QR kod va adres chiqarib beradi. Shu adresni kopировать qilib, boya aytganimdek, adres so'ragan joyga bosib, submit ni bosasiz. So'ng payout tasdiqlanadi va amalga oshadi. Hozir ko'rsataman. 24 soat ichida pullarni tashlab beradi. Mana hozir 24 soat ichida agar pulingiz kechikadigan bo'lsa, 24 soatdan kechikadigan bo'lsa, sizga qo'shimcha ekstra $1000 to'lab beradi. Buni o'zi shartnomasida aytib qo'ygan. O'zi asosan 5-6 soat ichida pulingizni to'lab beradi. Va hozir
19-sanada 7:22 AM, ya'ni 12 soatlik vaqt mintaqasida 7:22, ya'ni ertalabki AM 7:22da zaifga tashlangan pul yechishga. Bu 8 soat ichida pulni to'lab bergan. Banditning 8 soat ichida $118 to'lab bergan. Bu payout вообще tez bunda boshqa prof firmalarga qaraganda. Boshqa prof firmalarda haftalab kutishga to'g'ri keladi. Yokida 3-4 kunlab yoki ish kuni deb bir xil yozib qo'yadi, 2 ish kuni deb. Lekin Funditnextda har qanaqa haftani qaysi kuni bo'lmasin 24 soat ichida tashlab beriladi va bu joyda mana yechib olingan shu this bullshit amount. Endi Binance'ga kirib tekshirib ko'ramiz. Binance'da SMS kelgan. Yana bir ma'lumot sizlarga qo'shimcha. $116 boya 3,5%, ya'ni fee olib qoldi, komissiya 40-20 ga. Shu sabab $116 bizga hisobimizga kelib tushdi. Yana bir ma'lumot, buni bironta tanishingiz orqali so'mga ayirboshlamayın. Eng qulay va xavfsizi Toshkentda kripto do'konlar bor. Shu kripto do'konlar orqali so'mga almashtirib olsanglar bo'ladi, bemalol, xavfsiz, yaxshi kurslarda qilib berishadi.